Endi Qur'oni Karim haqida gaplashamiz. Qur'oni Karimda nechta sura bor? 114 ta. 114 ta. Qanchasini yodlagansiz? 114 ta surani yodlayman. Hammasini yodlagan ekansiz? Ha. Mashaalloh. Qiyin bo'lmaganmi yodlash? Yo'q. Birinchi qiyin bo'lgan, keyin osonlashib ketgan. Mashaalloh. Qur'ondagi eng uzun oyat qaysiligini bilasizmi? Baqara. Baqara surasida kelgan. Muhammad Said, Labbi. namoz vaqti kirganini qayerdan bilib olamiz? Azon kirganda. Azon aytiladi. Azon aytish bilasizmi? Ha. Azon duosini-chi? Ha. Aytaverasizmi? ها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة العالية وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Mashaalloh.